Amaldagi qonunchilikka ko'ra yurtimizga mobil qurilmalarni olib kirishda o'ziga xos deklaratsiya talablari mavjud. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaganidek mazkur tartibotlarga rioya qilmasdan qonunbuzarlikka yo'l qo'yayotganlar ham uchrab turibdi. Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi axborot xizmati tomonidan taqdim qilingan navbatdagi lavhada ana shunday holat haqida so'z boradi. Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi kontrabandaga qarshi kurash sho'basi xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida muqaddam bojxona rasmiylashtiruvdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan mobil qurilmalarning noqonuniy muomalaga kiritilishini oldini olish hamda fosh etishga qaratilgan tezkor tadbir o'tkazildi. Shayxontohur tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda avvaldan kuzatuvga olingan 2 nafar shaxs muqaddam noqonuniy yo'llar bilan respublikaga olib kirilgan 77 dona iPhone rusumli uyali aloqa vositalarini salkam 208 million so'mga sotayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ham oldindan shubha ostiga olingan 2 nafar shaxs bojxona rasmiylashtiruvdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan va muqaddam noqonuniy yo'llar bilan respublikaga olib kirilgan 102 dona iPhone rusumli uyali aloqa vositalarini 255 million so'mga sotmoqchi bo'lgan vaqtida fosh qilindi. Hozirda ikkala holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi xodimlari yil boshidan buyon 35 ta holatda qiymati 1 milliard 727 million so'mlik 377 dona uyali aloqa vositalarining bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishi va ichki hududdagi yashirin aylanmasiga chek qo'yishdi.